Assalomu alaykum aziz o'rnishlar. Bugun men bitta narsaga ikkilanib o'tiribman. Mana shu katakni joyini to'g'irlab, oldini setga qilib, bir par burgun quyon olsam yaxshiroqmi yoki o'shani puliga bir par pavlin nima kaptar olsam yaxshiroqmi? Ana shu borku dumi tovusdek. Shunday olsam yaxshiroqmi yo burgun olaymi? Shunga maslahatlaringiz kerak bo'lyapti. Nima ol deysizlar sizlar. Do'stlar, meni bugun ikkita narsa o'ylantiryapti. Shu bana shu yerni katakni joyini to'g'irlab, oldini setga qilib, ikkita burgun quyon, bir par burgun quyon olsam yaxshiroqmi yo ikkita pavlin kaptar olsam yaxshiroqmi? Shu yerga, shuni tepasiga. Ikkalasi ham puli menimcha bir xil. Bir par kaptar olsam yaxshiroqmi yo burgun ol deysizlarmi? Shunga men ham o'ylanib o'tiribman. Qaysi birini olay deb. Menimcha bilmadim, men ham qaysi birini olay, sizlar nima deysizlar?